Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuçuk balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是讲世纪。Oğlumla konak düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizgen uxlash yerine gelmedi. Müşk yigitni dönglikte kaldırgan bilen. Ati Jadon Houston'dan bu yakildiğinliği işinamsan. O dal ağ sahinde özünün altınra mikrofonu bilen nakşa aytadi. O men en yaxşı gördüğün nakşçı, biroq biletning hemmisi setilip boptu. Onun nakşı keçiligini bekli kögün baydı. Hey, bilemsizlar, opam ati meni Jadon Houston'ning nakşı keçiligiga opirdigan boldi. Menda ortiq biletning birisi bor. Aslı pek qaltis boldi. Biroq iymoni qo'shganda biz ikki odam. Undaqda sen bu artıq biletni kimga bermoqchi konna? Opam bana en yakın dostunu ilib ol degandi. Biroq shikilinglar mening en yakın dostum. Sen bek yaxshi kelsan, men sening en yakın dostun bo'lg'achqa, seyrg'ish mahoratini mashq qilishingga yordam beraman. Qachon bos qilaveradi. Men sana o'yinchig'imni bir hafta berib turishni xohlayman. Rahmat sizlarga. Mayli sizlar qandoqli qilinglar, cho'qim biringlarni tanlashim kerak. Bu bek tas bo'ldi-ku. Bakla xijilman balla, naqshkichilik amaldan qoldi. Nima? Turgun kechda Jadonning mikrofonini birisi o'g'irlab ketibdi. Yo'q. Jadon istilib shu mikrofon bilan naqsha aytadi. Mikrofonni xuddi uning o'xshashatdanmi? Shu emasmi? Mikrofon bo'lmasa u naqsha aytolmaydi. Naqshkichilikdan burun mikrofon tepilmasa, undaqda kechilik amaldan qoladi. Kechiringlar ko'pchilik. Jadonning naqshkichiligi amaldan qoldiruvsi bo'lmaydi. To'xta, buningga qaranglar. Bu degan yupchi. Yaxshi bo'ldi. Biz endi mikrofonni kimning o'g'irlab ketganini ko'rib baqaylik. Biz cho'qimini qaytarib kelishimiz kerak. Uxlash kiyimlik azmatlar atnayli. Sinib kirib kechiga qutqizamiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turdi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa men mishga qilan qiz. Geri bo'lsa men potmuchuk polvon. Kondo bo'lsa Men müşk yigit. Biz uxlash yerine gelmediler. Bo'ldi ko'pchilik. Bizga uchirg'ini izodi kimning oyoq izi ekan? Eng yaxshi kontrol qilish sistemasida ko'rib baqaylik. Ala, sana bir tal do'stlik bilan so'q qilay. Baq qoltisgan. To'xta, buni menga naqshkichilikning belish uchun so'q qilmagansan? Bo'ldi qizanchi. Sen degan mening do'stim tursan, sen bilezik so'q qilsam nima bo'pti? To'g'ri deydi, mishk yapilaq qiz. Sen bek yaxshi kelsan. Shundaqmi patmuchuklar? Bu bilezik chiroyli ekan. Biroq buningga yetamdi. Mishak, rangi menikiga o'xshashgan. Rahmat sana. Avval yanılar kontrol qilish sistemasi bizga kimning oyoq izi kelgan deb beralamda yo'q qarab baqayli. Sizlarning menga bergan boshqa narsalar bormi deya. Menda asli bir narsa bor, saqlab turay. Men bir kutayr planiga doim yeydigan narsani qo'yib qo'yman. Ya'ni sen eng yoqtiradigan maybu pishgan shaptil. Buningga yetadigan yemek yo'q. O'ldirma, menda texmi yo'qsi bor. Men bu sana boshqa narsa tayyorlab qo'ygan. Rostmi? Qanday narsa? Voyjon. Abla, men oyoq izining rasmini buzib qo'ydim. Benim yaxshi bilet kiyishim bo'lmabdi. Ensirma, biz boshqa usul bilan iliq askablikni topa olamiz. Albatta, biz bir kutayr planiga chiqib tekshirib baqaylik. Yaxshi bo'ldi, u yerda yana boshqa narsalar bor ekanda. Uzun quloq. Anlamakka birisi mikrofonni ishlatayotgandek turdi. Tangdasiz mushuk sakrishi. Bir kitqani te. Tarijdan tashqari magnit taqsa. Av yerdikan. Ama ishni ko'mamdigan qaranglar. Oy qiz olti ranglik mikrofonni o'zining naqshkechiligiga ishlatib turibdi. Parvonalari uning bilan tang naqsha aytib. Men berib olti rang mikrofonni tatib olaman. Endi qaysinglar menga yordam beralaysizlar ekan, qani bir ko'rib baqay. Shundolar biletni kimga bersam bo'ladiganligini bilalayman. Men sen bilan bilib boray.
Bundaq çağda yaxşı dost bilib beriş kerak. Nima? Patmuchuq palvonning darajadan tashqari yurishini tushunri. Aslida hiliqi galvan ablahkansan-ku. Yo'q. Patmuchuq palvon yo'q. Buni ko'rib qo'ydi qish. Darajadan tashqari ushqirmishik. Qo'lingdagi mikrofonni qaytirib-ba. Vo, ablah. Quyrug'im besilib qapti. Ham xiyal. Men Jadin Xiyostonning kunduzligi naqsh kechiligiga boramagan ekanman. Boshqalarni berishni o'ylayapsan. Kes, oy qizni qo'g'layli. Birodarlar to'xtab turinglar. Quyrug'imni chiqarishga yordam qilinglar. Biletni mening mog'im bor, men sana yordam qilay. U biletni mening mog'im bor. Darajadan tashqari kuchli qo'l. İşim bo'lmagansan, mesh yaplaq qiz. İşim bo'lmadi. Yaxshi, endi qaysinglar mening oy qizni tutishimga yordam bersizlar. Gapimni anglatamsan, meshga git. Menimcha Jadin Xiyostonning naqsh kechiligining beltini kimga berishni bilding-ku deyman. Buni tanlash bek tas bo'ldi. Demakchi menga ish kelinglar mening do'stim. Bu nima? Men sening jalbga chaqmoq polvon qo'nchiqingni tepib oldim. Men buni izdiga xeli bo'lgan. Biroq sening qanchalik o'ynag'ing bo'lsa o'ynayvergin. Rahmat, sen bek mardkansan. Shundaqmi, Patmuchuq polvon? Men ujrangni bir oy tozalab beray. Rahmat. U bek yaxshi ekan, shundaqmi? Buningdimi yaxshi ishbaligini bilmayman. Agar texmi qaltis ish bor deyilsa, u dal birkit aeroplanni haydash. Qaltis ekan. Ussa hajab payz bo'ladi ekan. Sen buning harbisi yetishmaysan, Patmuchuq polvon. Etkirkes. Ay qiz av yedigan. Chapsan bo'lmish, yigit bir kit aeroplanning puti bilan mikrofonni tortib ol. Aeroplanning puti? Qanday qilsa? Ana, av knopka. G'alba qildim. Parvonalar. Buzilib ketmagan-da. Bu ablahlar. Mening oldinroq mikrofonimni buzib qo'yibsizlar. Hammasiga sizlar sababchi. Buzilibdimi? Bu mening xatoligim. Endi hech kim naqsh kechiligiga ko'ramaydigan bo'ldi. Uning gapiga quloq solma. Agar u mikrofon akatmagan bo'lsa bundoq bo'lmaydi. Shundoq, lekin boshdalar sana bir kit aeroplanni haydayman deymisan bo'pti ekan. Uning ustiga sizlar menga bergan narsani olmasligim kerak edi. Bir biletni deb sizlarni talashda qo'yganim uchun to'liq xijilman. Qaror chiqarishga qistig'an. Meni kechirgin mishga buloq qiz. Menmi bak xijilman. Sen borammisan? Bo'ldi, menmi bormay. Yo'q, hozir oltinroq mikrofonni qaytarib kelish eng muhim. Uxlash kiyimlik azimatlar o'tirg'i chiqdi. Mikrofon buzilib qolgan bo'lsa-mu, uni o'zingning qilib olsang bo'lmaydi, oy qiz. Uni tez qaytirib-ba. Garchi bu buzilib qolgan bo'lsa-mu, u yana nur chachalaydi. Bu degan meni. Mish yaplaq qiz, agar biz parvonlarni kontrol qilib olsak, sen uning qo'lidan mikrofonni tatib ol. Bu yoqqa kelinglar parvonalar. Sizlar meni hargiz tutolmaysizlar. Patmuchuq polvonning darajadan tashqari yurishini tushunri. Endi menga keldi. Darajadan tashqari ushqirmishik. Mish yaplaq qiz, berib mikrofonni tatib ol, tez bo'l. Birkitning qanoti ishi. Bishonga taxas bo'l, ay qizi. Nega bu qanotli qamaqay? Rahmat sana mish yaplaq qiz. Biz bu mikrofonni buzib qo'ymasak yaxshi bo'ladi. To'xtanglar. Bu knopka ekan. U tushib ketganda itilib qoldimi, texi? Yaxshimisan? Bek yaxshi bo'ldi, buzilmabdi. Hey, oy qiz. Sening haqiqiy naqsh kechiligini olingmi bormi? Parvonalar,
mikrofonni tartib olinglar. Men müşkiyen. Men müşkil qilamiz. Men fanmuşq bo'ldi. Amsi başladı. 入黑夜，他们能拯救世界。谁是那些英雄？水翼上英雄就是我们，水翼上英雄就是我们。大家在睡觉，打起分寸。 Buzg'unchilik qolishtiramiz. Vaqt vaqtda. Nima? Parvonalar, sizlar qandoqlarchi? Agar kishini bezor qiladigan bu ablaxlar o'zining naqsini esa, undaqda men hamroh bo'lamoqdakda. 是那些英雄，来这是给你看。 Biz uxlash kerak xizmatlar. Parvonalar, biz ketaylik. Biz degan uxlash kiyimlik azmatlar. Amdi, biz mikrofonni olib beraylik. Bo'ldi. Jadin Xristianning naqshkechiligi qaytadan boshlanadigan bo'ldi. Uxlash kiyimlik xizmatlar, birga tantan qilaylik. Har bir kunda kechida qutqizamiz dunyoni. İşkinlardan qaysinglarni tanlashga amalsiz qoldim. Shunga ishkinglar berib ko'rib kelinglar. Bo'ldi, men bormay turay. Bunda qimman konni ala. Ishkinglar berib ko'rib kelinglar. Yo'q, sizlar beringlar. Sizlar Jadin Xiyosonning biletini o'zaro o'tinib beryapsizlar? Hammalarning ko'gisi bor shundaqmi? Balkim bu amalga oshib qolar. Buni beray. Texnikchilikning bileti sitilib turgan o'xshaydi debdimi? Asli sitilib bo'lgan bu bilet mikrofonni qaytarib kelgan kishiga berilmoqchi edi, lekin uning kimligini bilmadim. Shunga buni sizlarga beray. Rahmat. Rost gapni qilganda bu bilet azaldan uchimizga taalluq ekan. Yeah!